Undan başqa yana mındaq bir ish bor. Sizlar tanlangan narsani control knopkasini besib turib mındaq yo'tkisanglar, mana yan qavat qo'shildimi? Yan qavat qo'shilmaydi. Ya'ni mush o'ringa, yani mush qavatning ichidalamki yo'tkab birdi, hargiz yan qavat qo'shilmaydi. Agar buni qavat oldiga ekib baqsaq, ondan keyin controlni besib mındaq tortsam, yana o'xshash ekan shundaq. Hargiz yangidan bir qavat qilib bermaydi. Faqat shu tanlashning ichidalam bir taraf qilib birdi. Tanlashga diqqat qilamiz. Tanlashni intayin ko'p ishiltimiz biz. Masalan, tanladim. Tanlagan rayonda elvetdim. Control knopkasini besib maya yo'tkidim. Tanladim. Control knopkasini bosdim, maya yo'tkidim. Kesilib ketdi-ku hozir. Control knopkasi bilan tanlab yo'tkab bo'lgandan keyin yana sizlar buni yana bir control knopkasi olatsam, yana bir qatim mayani yo'tkab qo'yam desanglar bo'lmaydi. Chunki bu bir qatim tanlanib bo'lgan rayonga ma'lum. Tanlanganni hozir tanlashni bekor qilib etmagan ahvolida ichki rayonga nisbatan bir qavat deb qaraydi. Mayada qavat qatlamda yana bir qavat qo'shib bermagan bilan bunimi maydonning ichida bir qavat deb qaraydi. Shunga sizlar mayaga bir tanlashni qo'shib control knopkasini bossanglar yo'tkidi. Endi sizlar mushu tanlangan rayonni yo'tkimoqchi bo'lgan bo'lsanglar, tanlangan rayonni yo'tkash uchun tanlangan quroldan, tanlash qurolidan chiqetmay turib, mushning o'ttirga mousini eklib chekib yo'tkisanglar, mau tanlash rayonni yo'tkilyotadi hamda qavat yo'tkilib ketmay, tanlash rayonni yo'tkilyotadi. Agar men ABIaqdek controlni bosgandagi iqtidorni amalga oshirmay desam, mana bunda tanladim, tanlab yo'tkisam, xuddi controlni besib olgan bilan o'xshash ekan-ku bu. Mana controlni besib olgan bilan o'xshash.